Selamun aleyküm. Ha adaş. Selamet tutun mu adaş? Ha 11 ayının 12'si mi adaş? Ha tayyorlik qilib otamsizlar. Nim tayyorlik qilding adaş? Shundami? Yo Allah adaş yurakni qaylanglar. Ay bayroq seta olay deb chiysanglar. Haq ko'rib qolmasin deb alamma yenib keldinglar. Cho'ng tayyorlik qilibsizlar adaş. Ha? Ha baramiz adaş baramiz. Cumhurbaşkanlığı saylanbamki? Shundami? Bo'lmamdilar. Ha shunda adaş shunda. Ya bo'lmaydi bu bo'ldiq odamni tep chiqarmasa arkadaş nima ish qilamiz hamda? Ha? Hidoyatillojimcha? Hidoyatillojimmi bo'lmaydi? Yalladash, yaxshi. Bir itibarak adamken. Her kuni oyoqdan tishlab tortib yiqiyotgan, oyoqdan tishlab tortib yiqiyotgan. Agar sen normalroq odam bo'lsa, go'sht tugab ketijima odamni, ha? Unda qilishib ketma, ma 11-ayning 12-si adash. Bizning bir mustaqilligimizni bir tabriklaydigan, bunda bir xotirlaydigan bir kun ekan. Ma bayroqni elib, qo'rqmang adash. Uyangning adresini deb beringlar, menda bir sizlarni ko'rsatmay tashlab qo'yib kelma. Shuni bo'lsin bir qadrlab asayla adash, asayla. Ma xizmat qilayotganlarimizni orqasidan gapni qilmayli. Adash, hech bo'lmasa, yangi bir xizmatinglar bo'lsa, manda qilish kerak. Yaxshi ishni manda qilish kerak deb o'tirib chiqayli. Xizmat qilayotganlarning orqasidan gap qilmayli. Hammasi bizning qarindishimiz ya. Amerika bizning qarindishimiz. Tağdikimi, Maxsimikami, sen Maxsimni bag'o, Alloh rozi bo'lsin. Nim bo'lsa bag'o, islom hukumatni qurib, ashuncha qilib mengib ekan. Maya chiqman cho'nga qilganli bir hukumatni 3 qilib, 5 qilib, mana quranmay, bir qilanmay yuribotmamdi qadash. Shunga hammasi bizning qarindishimiz. Tağdikisi mesqatida, mushayadiki mesqatida yaxshi gapini qilaylik hammamizdan. Ma 11-ayning 12-siga obdaraq tayyorlik qilaylik. Men uyangga olib birmadash. Meni har zaman tayyorlik qilyapman adash. Men beshim qo'yib yig'lab bo'lsam yotaman adash. Men ashunda bir adash. Men tayyorliqim jiq adash. Uyam liq bayroq va sizlar xotirjamlikni olib birmadash. 11-ayning 12 tayyorliqni obdan qiling adash. Ma bayroqni obdan asayl adash. Allohga amanat bo'ling adash. Assalomu alaykum. Allohga amanat adash.